Yangi ta'mirdan chiqqan uy qidirgan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz sizlar bilan Chilonzor tumani 13-kvartalda joylashgan 3 xona 4 xonaga o'zgartirilgan uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganlaringiz uyimiz zal qismi. Bu yerda oshxonamizning o'rnini oshxonamiz balkonga chiqarib, bolalar xonasiga o'zgartirilgan. Va bu yerda balkon qismimiz 1,5 ga 3 oshxonaga o'zgartirilgan, barcha kerakli jihozlar bilan ta'minlangan. Uyimizning umumiy maydoni 65 metr kvadratdan iborat. Uyimiz 4 qavatli binoning 3-qavatda joylashgan. Bu yerda gilarning eshigidan kirib kelish, razdельный sanuzorlar va alohida xonalar. Bu yerda ota-onalar yotoqxonasi, barcha kerakli mebel texnikalar bilan ta'minlangan ushbu uyimiz. Hali ta'mirdan so'ng hali hech kim yashamagan. Bu yerda ikkinchi detskiy xonamiz, bolalar xonasi, kattalar yotoqxonasi sifatida foydalansalaring bo'ladi. Bu yerda razdельный sanuzorlarimiz. Ushbu uyimizda orientirga keladigan bo'lsak, Farxatskiy chorrahaga 200 metr ko'hna cho'ponota orqasidan kirganda ushbu ko'rib turgan uyimizga egalari tomonidan 95 ming AQSh dollar baho qo'yishmoqda. Sunnatiga ozgina o'tib beriladi. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsiyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.